ısrarla takipçilerin bütün yolunda dolaşıyorlar. Hozir maqsadimiz sizlarga qiynayotgan masalalar bo'yicha gaplashib olamiz. Qaysi tadbirkorga qanaqa muammolaringiz bor, qaysi yo'nalishga kamchilik bor, shunga qarab bittalar gaplashib chiqamiz. Bizlarni o'zimizni bankimizni mahsuloti, ya'ni kredit turlarimiz bor. Shu kredit turlarni bittalasini tushuntirib bersak, qaysi yo'nalishga ma'qul bo'lsa shu kreditlaringizni tavsiya qilamiz. Shunga qarab bittalar masalalarni yechamiz. O'zingizga Akmal aka, siz bugungi masalaga kredit olaman degandingiz-ku, masalaga o'zingiz to'xtagan. Akmal aka. O'tiring. Nimaga jo'natdingiz hujjatlaringizni? Javob keldimi? Summa-summalarni nima bo'ladi? Rapporten organismo bir organizma içerisinde kamçılık yapılır. Ayça ne oydu? Oydu şuba o da ilk muammosan deydi. Ne, nalog va kata hunarmandchilikka o'tkazmoqchi YTTni. Sizga yana kredit ajratsak bo'lmaydimi shu? Boshqa kerak emas sizga kredit. Yo'q, hozircha. Foizsiz? Foizsiz nechta? Foizsiz kredit. Foizsiz kredit bor. Siz